Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, chorva va ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Akalar, 2 dona chiroyli sigir chiqarib beramiz, oyoq qo'llarini, ma'lumotlarini beramiz. Ekranning ostida chiqib turgan obuna yoki da podpisatsiya degan yozuv bor. Shuni bosib qo'ysalar ham biz kiritib boradigan videolar SMS tariqasida muntazam ravishda borib turadi. Birinchilardan bo'lib kuzatishlaring mumkin bo'ladi. Xudo xolasa narx-navolarni kelishtirib chiroyli narxlarni qilib beraman deyapti. Asadullo. Assalomu alaykum aka. Adesiz, sog'liq yaxshimi? Charchamayapsizmi? Hammaga salom. Hojona, hojotalarga abdemli salom. Aka, mana xudo xolasa 2 bosh yaxshi sutli mol tayyorladik. Hop. Yurgizib oyoq qo'lida ma'lumotini beramiz. Telefon qilganlarga aka, muomalani zo'r qilsa aytgan pulimizdan 3-4 million kamiga sotamiz. Yengil bo'ladi, xudo Yengil xolasa. bor barakadan telefon qilyapmiz deysiz aka, o'ylamagan narxda yetkazib, chiroyli qilib ularga olib Dastavkalardan, yedirib, ichirib, sog'ib ko'rib, pulidan olib borib, sinab, keyin kartaga tashlab beraveradi aka. dastavkadan muammo yo'q. Dastavkadan muammo yo'q aka. Tog'da bag'iga bizni bo'ynimizda, tog'da ag'dar ham telefon qilishaversin. Vodiyda yo'l kirasini o'tib beramiz, dastavkasigacha 500 ming 600 ming razisa qilib olish mumkin. Yengil narxlarda Yengil narxda qilib bo'laveradi. beramiz aka. Sigirlar o'zi ko'p, taydi. Sigir aka boshi bor, oxiri yo'q. Telefon Qilishaveradi, xudo Aytgan xolasa. mollaridan qilib beramiz. Bo'lmasa oyoqlarda Oyog'ida ma'lumotini beramiz aka. bo'laveradi akalar. Mana xudo xolasa boshlaymiz. Birinchi sigirimiz akalar. Qora olani olgan. Qora olani oq tutamlaridan, oq so'skalaridan, tanijoni sog'idan, bolachasi bembichasidan, zo'ridan, tanijoni sog'idan ichi ketdi bo'lmaganidan bolasi. Ketdilar yo'q, sog'lom. Asadullo necha litr sut beryapti? Aka, molimiz 3-chi qoringa tuqqan. Hop, 13-14 ta sog'yapmiz biz. 13-14 ta suti bor. 12 taga ko'rish olaveradi. 11-12 taga Sinab olaveradi. Sinab ko'rib olishaveradi. Hafta 12 sinab, pulini tashlab beradi. Pulni olib qolib sinab olaveradi. Hop, mana bolachasi. Oldiga olib boring. Bembicha. Ha, o'zi dirkillab turibdi bolasi ham. Shipillab. Narxlari qanaqa bo'ladi endi Asadullo? Necha pul bo'ladi? Bu ijtimoiy tarmoqlardagi YouTube, Instagramda hamma ko'rib, bozorlar ko'rib telefon qilishaveradi aka. 3-4 million arzon. Aytingchi bir sindirasizmi narxini? 27 million aka, kami bor. 27 million Kami bor. kami bor. Kami g'ajib. Telefon qilinsa undan ham tushib berasiz. Aka, muhim bas aytayotgan narx. Bor barakadan chiqdimsa yana ham chegirmasi bor. Bor barakadan telefon qilyapman desa aka, o'ylamagan narxda yetkazib olib beraman o'zim aka. Bo'ldi. Dastavkalarga umuman o'ylamaysizlar aka, xudo xolasa chiroyli qilib narx-navolarini, yuvoshlarini ham xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Olib sinashib olaveradi. Bo'laveradi. Oluvchilarga aka tashlaveramiz, kelib shetda usta ko'rish olaveradi. Bo'laveradi. Tanijoni sog', zo'radan, gulidan. Yeb ichishga javob beraman deyapti akalar. Aloqa hech ko'rdi, xudo xolasa. Yuvoshlari mana. Mana. Zo'r ekanmi? Ayol katta kichkina tanlamaydi aka, 3 yoshli qizlar bo'lsa o'tirib olaveradi. Bo'ldi. Araboy yerga solmaydi endi, bo'ladi. Bo'ladi. Yuvoshligini ko'rsatib beryapmiz akalar. Xudo xolasa chiroyli narxlar qilib olib borib beradi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ikkinchi molimizni ko'rsatamiz hozir. Mana ikkinchi molimiz akalar. Ko'pidan so'raganlar bormidi? Bokini qaranglar, bu janavorni. Dichot bilan to'ysang, katta mol Mana. bersin deganda telefon qilaversan. Bu eko sigirimiz juplab olsa ham bo'laverar ekan-da. Yuklab olganga o'ylamagan qarang. narxlarni yetkazib yuborgan. Bolasi nima buni? Xonojinchami? Mollar, bolasi bo'laversin. Xonojincha. Omad to'ni ham chiroyli ekan. Bu o'zachasini xudo xolasa. Necha litr sut beryapti Asadullo? Bizning qo'limizda 16 ta, 15 ta sog'yapmiz. 16 ta 15 ta. Nechtaga berasiz sinashga? 13 ta yedi. 13 taga sinashga beraveradi. 25 litr sutga jupini beraveradi. Qaranglar janovar bolasi. Jupi 25 litr sutga. 25 litr sutga. Jup olaman degan obunachilarga necha pulga berasiz? Jupigami? Ha, jup ekosini olib ketaman desa. 56 million. 56 million. Kamini ham qilib berasiz. Kamini ham qilib. Kamini ham qilib berasiz, dastavkasini ham 56 qilib berasiz. millionga vodiyga zo'r o'tib beraman. Aha. 56 millionga O'zbekistonda aytgan joyga yetkazib olib beraman. 56 millionni O'zbekiston Qoraqalpoqgacha ham yetib boradi. Faqat yetkazib beraman 56. Joni sog' bo'lsin. Omaning boklari ham zo'r ekan akalar, mana qaranglar. Sut beradi. Sut beradi. Meni molim uyimda molim bundan kichkina. Boki ham bundan kichkina. Ammo 15 litrgacha sut beryapti. Bersa beraveradi. Omaning oxirida haqiqatan ham borgandan keyin bersalar ham beradi. Yer bilan sigirni aldab bo'lmaydi. Bersiz beraveradi xudo xolasa. Aka yakka o'zini olaman. Yakka o'ziga. 29 million hayrini qilib beramiz.
Ha tushuning endi. 28 million ayrini qildi. 28 million kami bor, vodiy bo'ylab dastavkalari bor akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Yuvoshligini shu yerda ko'rsatib berasizmi? Ko'rsatib bering. Qarab bo'y. Bolasini idirmasdan ko'rsatib beramiz aka. Mana akalar. Yuvoshliklari. Zo'r. Yerga ko'p solmang. Torosi ham ishlaydi, ikosini ham so'ramabman. Baja tushadi aka. Torosi ham ishlayveradi. Xolasizlarning lakasi tashab beradi, kelib ko'rib olaverasizlar, xudo xolasa. Yengil narxlar qilib beradi. Akalar, telefon qilinglar, sigirlarni uylaringda kutaverasizlar, olib borib beraveradi. Telefon qilib muomalani zo'r qilsin. Aha. 1-2 millionga qaramay sotaman. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana yuvoshligini ham ko'rsatib berdik. Xolasi ham zo'r ekan, mana qarang. Tonlari yaltirlab yotibdi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, bor barakadan chiqyapman, yana ham yengil narx qilib uylaringga olib borib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umrlaringga, rizqlaringga, chorvalaringga baraka bersin. Musofir yurgan akalarimiz Allohning panohida asrasin, oila bola chaqasini oldi, yo'q o'zlaridan qaytib kelish nasib ro'za aylasin. Akalar aloqaga chiqaversa chiroyli narxlar qilib beradi.